Kuni kecha Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Yevrosiyo makonida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir qator tashabbuslarni ilgari surdilar. Prezidentimiz tomonidan bildirilgan takliflar mintaqaviy hamkorlikni yangi bosqichini aks ettiradi. Avval asosiy e'tibor agar savdo va investitsiya aloqalarini kuchaytirishga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib urg'u qo'shma ishlab chiqarish, texnologik hamkorlik hamda yangi moliyaviy mexanizmlarga qaratilayotganini ko'rish mumkin. Bu jarayonni savdo-iqtisodiy hamkorlik dinamikasi ham tasdiqlaydi. Xususan 2017-2025 yillarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2,7 barobarga o'sib, 13 milliard dollarga yetgan. Rossiyadan jalb qilingan investitsiyalar hamda kreditlarning hajmi 2017-2025 yillar davomida 18 milliard dollarni tashkil qilgan. Rossiya investitsiyalari asosan konchilik, xizmatlar, neft, kimyo hamda to'qimachilik tarmoqlariga yo'naltirilmoqda. Bu yo'nalishlarda faoliyat yuritayotgan yirik kompaniyalar nafaqat kapital olib kiryapti, balki zamonaviy texnologiyalar, boshqaruv tajribasi hamda yangi ish o'rinlarini ham yaratmoqda. Yevrosiyo texnologik industriyalashuv kamarini shakllantirish tashabbusi alohida ahamiyat kasb etadi. U savdodan ishlab chiqarish zanjirlarini yaratishga, ishlab chiqarishlarni mahalliylashtirishga hamda yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tishni nazarda tutadi. Yana bir muhim yo'nalish Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish tashabbusi bo'lib, bu g'oya kapital bozorini rivojlantirish bo'yicha erishilgan natijalarga tayanadi. Joriy yil may oyi oxirida O'zbekiston Milliy investitsiya jamg'armasi UzNIFIPO orqali qariyb 64 million dollar jalb qilingan. Jamg'armani bozor qiymati esa qariyb 2 milliard dollarga baholandi. O'zbekiston va Rossiya hamkorligi doirasida energetika sohasidagi tashabbuslar ham alohida ahamiyatga ega. Xususan ikki davlat rahbari integratsiyalashgan atom elektr stansiyasining birinchi energiya blokini qurish ishlariga start berdilar. Atom elektr stansiyasi yiliga taxminan 15 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarib, mamlakat energiya balansida 15% gacha ulushni ta'minlashi mumkin. Umuman olganda, forumda ilgari surilgan tashabbuslar O'zbekiston iqtisodiy aloqalarini yangi bosqichga o'tayotganini ko'rsatadi.